Assalomu alaykum do'stlar, hammaga chiroyli kayfiyat tilayman. Dam olish kunlaringiz xayrli va bereketli bo'lsin. 4 million so'm pul bilan Cobalt qo'yib beramiz. 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Оформление nomera pul kerak bo'ladi. Undan tashqari oldindan to'lovini aytib turibman. 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Atigi 21 000 kilometr yurib turibdi. Hech qanday metan, propan qo'yilmagan, o'zini toza holatida sveji bo'lib turibdi. Endi ochib bersalar bir ko'rsatar edik. Oppoq svet, hech endi bir damcham kraska deyilmagan, zavoddan tashqari qirchiq, chiziq hech narsa yo'q. Avtomat korobka 2023-yilni dekabr oylarida chiqqan, kuzov 24 bo'lib chiqqan bo'lishi kerak. Xudo xolasa hozir o'yinlarni ham ko'ramiz bir qator. Top-toza mashin. O'zini narxina, tan narxina keladigan bo'lsak 137 million so'm. Agar naqd pul bilan kelsangizda ustida most ozroq qaytim-quytim bo'lishi mumkin. Salondan nishab olsangiz shunday bo'lib turibdi. Olgana ko'ra shunday mashina olish kerak deb o'ylayman. Yana bir qator o'zlaringiz bilasizlar. Oxirgi gap o'zlaringizga havola dedi-ku. Endi buni kuzupini beda hech yerda yozilmagan ekan, menimcha 2024 uchundasa dekabr oyida chiqqanligi aniq. 4 million so'm pulni oldindan to'lov qilasizlar. Оформление nomera pul kerak bo'ladi o'zlaringizning yaningizga 124 million so'm bank kredit beradi bu mashinangizga. 124 million so'm sizlar kreditga kirasizlar. Где-то 4 million so'mlardan tushadi. 3 million 900 4 millionlardan. Kimnidir qiziqtirsa, Xo'shnud avtoda turadi. Oppoq svet 20 000 kilometr yurib turgan 2023 kuzov 24 avtomat benzindan Cobaltimiz bemalol kelib Xo'shnud avtodan xarid qilib olaverasizlar. Xohlasangizlar yanında mokriy asfalt svetimiz turibdi. 2023 BAM точно 2024 olib chiqqan. Yurgan kilometrlari 74 000 kilometr yurib turibdi. Metallari bor, pokoleniya, kraskalari toza deb aytolamiz. Uchundasa bir joyida petnosi bor. Men o'zim ko'rganman. Ish o'rinda ozgina shundikkina kraska degan joyi bor. Bemalol xohlagan ustangizga boshqalarni ko'rsatib olaversangiz bo'ladi. Narxina keladigan bo'lsak 135 million so'mda turadi. Naq ustida shitir bo'ladigan bo'lsa 130 million so'mga beramiz. Agar kredit olaman desangizlar, где-то 5 million so'm bilan kreditga hamma ishingizni bitirib bersak bo'ladi. Bunga оформление nomera pul ham kerakmidi? JK2 svetda mashin konkretniy tonirovka ruxsatlari 8 oy bor. Keyin ham novlari farq etadi. Pioner maytafonlar qo'yilgan ekan, salon holati polni top-toza bo'lib turibdi. Bir dana 74 000 kilometr yurgan demasangizlar, xohlasangizda bunda tonirovka ruxsatlar bilan 4 yumshoq balon pokoleniya metallar bilan 74 000 yurganini olishlaringiz mumkin 130 million so'mga.